Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda AKBT dasturida qilingan o'zgarishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, dashbord qismida quyidagicha o'zgarishlar bo'ldi, ya'ni dasturdagi rol bo'yicha foydalanuvchilar sonini diagrammasi chiqarildi. Superadmin, admin, manager, accountant, reader, author, user degan rollarimiz bor dasturda va bu yerda nechta rol bo'yicha foydalanuvchi bo'lsa, o'shalar ro'yxat chiqadi. Masalan, hozir reader foydalanuvchilar soni 3569 ta. Superadmin bitta. Demak, dastur hali yangi bo'lganligi uchun, demo versiya bo'lganligi uchun sizga ko'rsatish uchun qilingan foydalanuvchilar bular. Yana keyingi qo'shimcha o'zgarish bu foydalanuvchilar jinsi bo'yicha diagramma. Masalan, ayollar 1765 ta, erkaklar 2298 ta foydalanuvchi bor. Xo'p, keyingi o'zgarish fan guruhi degan narsa qo'shildi. Bu yerda Xemes dasturida, Xemes axborot tizimidan olingan ma'lumotlar turadi. Fan guruhi, ta'lim turi, fanlar. Bularning hammasi Xemes dasturidan olinadi. Bu fanlar oldin bor edi. Bu kitoblar bo'limida joylashgan edi. Bu bo'limdan olib fanlar guruhi bo'limiga olib o'tkazildi. E'tiboringiz uchun rahmat.